أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله تعالى iltifoti bilan Sura Al-Imronning 137 oyatiga keldik. Oldingi oyatida shu Uhud g'azotiga aloqador mazmunlar so'zlanib kelib, muttaqiylarningki sifatlari so'zlangan orliqda. Ya'ni haqiqiy muttaqiylarningki qandoq bo'lganligi haqida Alloh taolo bizga ba'zi bayonlarni bergandi. Hozir yana shu Uhud g'azotininki bayoniga aloqador oyatlar so'zlangan ekan. Alloh taolo shundoq deydi: Estaizu billah. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. Yani sizlerden ilgili nurgulgan sunanlar, yani yollar, kanuniyetler ötken. Yani sizlerden ilgili nurgun ümmetler kilip gitti. Yeryüzünde seyir var. Haqni yalğanga çıkarganlarının akıbetinin qandaq bulğanlıqqa qaranglar. Bu Kur'an umumi insanlara bayandır. Yani halal bilen haramni uçuk bayan kılıdı. Takvadalarga doğru yol körsetkişidir ve vez nasihatdir. Yani Uhud gazideki mağlubiyet hakkında nazil bolgan deydi. Uhud gazida dastlabda musulmonlar mag'lub bo'lgan ayni. Shuni qatta Alloh taolo tasalli beryapti bu yerda. Qad xalat, ya'ni o'tib ketdi sizlardan ilgari nurg'unlagan yo'llar, ya'ni ummatlar demoqchi bu yerda. Taraiqu fil kuffar. Kafirlar haqida ya'ni nurg'unlagan qonuniyatlar o'tgan demoqchi bu yerda. Ularga muhlat berish bilan, ondan ularni jazolash bilan. Sizlar mag'lub bo'lgan bo'lsangiz, sizlar ilgari nurg'unlagan ümmetler mağlubiyetke uçurgan demeşi. Fesiru şunlaşka ey müminler zimin seyir qilmanglar ki fenzuru qarab bakın qandaq bo'ldi aşı peygamberlerini yalğın çıkarganlarning oqibati. Yani ularning işinin ahiri halokat bo'lgan edi. Halokatdan iborat bo'lgan. Şunlaşka sizlar g'amkin bo'lmanglar. Ularning mag'lubi alani keyin aşu Uhud g'azotida kofirlarning g'alaba qilganligi uchun g'alaba qilib ketganligi uchun g'am qilmanglar, g'amkin bo'lmanglar. Men ularga muhlat beraman, ularni jazolaydigan vaqt kelguncha deb tafsir qilibdi. Hada bu, ya'ni bu Qur'on insonlar uchun, insonlarning hammasi uchun bir bayondir. Ularga haq bilan nohaqni, halol haromni bayon qilib bergan shunday bir kitob. Va hudan va yana bu bir hidoyatdir. In ozg'unlikdan hidoyatni bayon qilib beradigan mushta bir kitob. Va mau'izatul lil muttaqin. Va yana shu insonlarning ichidagi taqvodorlar uchun vaz nasihat bo'lgan bir kitob. Va la tahinu, sizlar ojizlashmanglar. Kofirlar bilan urush qilishdan hargizmi ojizlashib qolmanglar. Va la tahsanu, va g'amkin bo'lmanglar. Nimaga desa, aslida sizlarga yetgan narsaga qarta. Va antumul a'launa in kuntum mu'minin. Halbuki sizlar eng ustun duruslar, ularning ustini g'alaba qilish bilan ustun holatda bo'lasizlar. Ustun holatda bo'lgan turuqliq demak. In kuntum mu'minin. Agar mu'min bo'lsanglar, haqiqiy iymon etgan bo'lsanglar, g'amkin bo'lmanglar. In kuntum degan Allah tahsanuga mutaalliqda bu. Uning javobi hozir agar mu'min bo'lsanglar deganning javobi nima desa, oldida o'tgan gaplarning hammasi shu javob bo'ladi demoqchi. Agar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, g'amkin bo'l, ojizlashmanglar, g'amkin bo'lmanglar degan shu gaplar. Xo'sh, endi yamsaskum qarhun faqat massal qawma qarhun misluh va tilkal ayyam nudawiluha baynan nas. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Agar sizlarga Uhud g'azoti kuni, Uhud g'azoti bo'lgan kunisi bir ba'zi jarohatlar yetgan bo'lsa, agar sizlarga shikastlik yetgan bo'lsa, ya'ni bu jangda sizlar yaralangan va shahid bo'lgan bo'lsanglar, dushmanlarga Badr jangida o'xshashla
aşağı şikastlik yetken idi. Yani ularımı yaralangan ve öldürülgen idi. Bu günlerini insanlar arasında aylandırıp durumuz. Yani galibini hemişe bir pırkıda kılmay, bir gün bu pırkıda, bir gün o pırkıda kılmayız. Bu Allah'ın hakiki müminlerini münafıklardan ayrışı üçündür. Sizlerini şehitlerden kılışı, yani sizlerden bazılarını şehitlik derisiye müşerref kılışı üçündür. Allah zalimlerini dost tutmaydı. Deyin. Yani qarhun degan qopning fathasi bilan va zammasi bilan qarhun qurhun deb qilgan. Yani jahtun min jarhin va nahvihi. Jaratinish, shehid bo'lish degandek mushta ba'zi ahvollar yetgan bo'lsa, Uhud g'azosi kuni sizlarga mushta ahvollar yetgan bo'lsa, sizlarni e, kofirlarga ashuna o'xshash shikastlik yetgan edi. Yani Badr g'azosida ularni ashuna mag'lubiyatga uchragan. Bu kunlarni kishilarning orasida aylantirib turamiz deydi. Nudaviluha aylantirib turamiz o kunlarni kishilarning orasida. Bir kun bu firqaga g'alaba keladi, yana bir kun o firqa g'alaba keladi. Bu shunday qilishimiz sizlarning ularning shu insonlarning vaznasi elish uchundir. Va yana buning sababi nima bo'lsa, va ya'lamallohu allazina amanu. Endi davomli mu'minlarni g'alaba qilsa, o'sha haq bilan nohaqni ayrılib bo'lmaydigan shulardir. Shunlashqa yana mu'min bilan munofiqni ayrılmay qoladi. Alloh taolo kimning haqiqiy mu'min, kimning haqiqiy mu'min emasligini biladi. Lekin bu yerda vali ya'lamallohu allazina amanu degani Alloh taoloninki o'sha haqiqiy iymon etganlarni o'ttirga chiqarish uchun demoqchi bu yerda. Ya'ni bilish uchun degani burun bilmaydi. Yani endi bilmoqchi bunday o'tibdi degan ma'noda emas, balki o'shalarni o'ttirga chiqarish uchun. Yani ilmi zuhur degan. Haqiqiy iymon etganlarni o'ttirga chiqarish uchun. Boshqalardan ayirib, o'sha o'ttirga chiqarish uchun. Va yattaxida minkum shuhadaa. Va yana sizlarning ichinglardan shahidlarni qilish uchun. Yukrimuhum bi shahadati. Ularni shahodat sharbati bilan, shahodat sharofati bilan ikrom qilish uchun mushuna qiladi. Davomliq kofirlarni mag'lub bo'lib, mu'minlarga g'alaba qilib qolsa, o'shada Alloh taoloninki mu'minlarning ichida nurg'un shahidlarni qilaman degan va'dasi bor. Shahidlarga nurg'un maqomlarni beraman degan va'dasi bor. Demak, Alloh taolo shu nurg'un shahidlarni o'tirg'i chiqarib, shu shahidlarni shahid bo'lganlarga shahidlik maqomiga yetkazish, shuning sharofini ichirish uchun Alloh taolo kunlarni insonlar orasida mushta aylantirib turadi demoqchi bu odam. Vallohu la yuhibbu zolimin. Alloh taolo zolimlarni yaxshi ko'rmaydi, kofirlarni. Ya'ni ularni jazolaydi. Ularga Alloh taolo ne'mat berganda qilgan bilan bu Allohning ularga bergan ne'mati uni arg'amchini uzun qo'yitishdan iboratdir. Istidraj degan Allohni arg'amchisini uzun qo'yitish, bir muhlat berish demoqchi. وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ve yine Allah Teala müminlerini, iman etkanlarını pakriş için, ularını günahlardan pakriş üçündür. Onlara yetken musibetin sebebi bilen. Yani ve tilkel eyyâmü dâvîlâhe beynen nasiyeye alakadır da yapalım. Yani şu Allah Teala'nın kişilerinin arası küllerini aylandırıp düşüşünün bir sebeplerden birisi ularını günahlardan paklaş üçündür. Onlara yetken musibet bilen. Ve yemhaqal kafirin ve kafirlerini halak kılış üçündür. Yani müminge kandalikin bir musibet gelse Allah Teala şunu bilen onun günahlarına kaparet kılıdı. Şu musibetin sebebiyle şu müminin günahlarına kaparet kılıdı diyen hadis var şu mezmunda. Hatta ki müminin ki bütün kirip gitken tiken gibi sabır kısa Allah Teala şunu bilen onun günahlarını kaparet kılıdı deydi. Hoş, endi yana mezmun. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Yoki o'ylaymizlar sizlar jannatga kirishinglarni. Halbuki bilmaydi Alloh taolo sizlarning ichinglardan jihad qilganlarni bilmay turib va sabr qilganlarni, qiyinchilik vaqtlarda sabr qilganlarni
bilmay turib sizlar jannatga kiramiz deb o'ylaymizlar. Yana ashundoq haqiqiy mujohidlarni, haqiqiy sabr qila oladiganlarni Alloh taolo biladi. Lekin ashundoq insonlarni o'ttirga chiqarish, e, o'ttirga chiqarmay turib, yana sizlar jannatga kiramiz deb o'ylaymizlar. Demak, bu jannatning yo'li mushundoq demoqchi. Jihad qilish bilan yetgan qiyinchilik sabr qilish bilan bo'ladi. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. Sizlar o'limni orzu qilgan edinglar. Tamannavna degan uningda ikki tane birisini hazb qilib o'tish va asl degani. Tatamannavna degan gap. Orzu qilgan edinglar o'limni sizlar ash o'limga uchrashdan ilgari. Haqiqiy shu jangga kirishdan ilgari demoqchida bu yerda. Yana sizlar laytalana yawmin kayawmi badrin. Umidki bizga Badr kunisiga o'xshash kun bo'lgan bo'lsa edi degan tinglar. Linanala ma nala shuhadauhu. Shu Badr g'azotidagi shahidlar yetgan narsaga erishishimiz uchun shuni o'xshash kun bo'lgan bo'lsa edi degan tinglar. Hamda u o'limni haqiqiy ko'rdinglar deydim. Sababi o'limning sababini, o'limning sababi urush. Urushga kirdinglar demoqchi. Va antum tanzurun. Endi sizlar tanzurun degan ash holatni o'ylagan holatda urushning qandoq bo'lganligi, nima uchun mag'lubiyatga uchradinglar deganni haqiqiy ko'rib turgan holatda shu urushga kirdinglar, shuni aynan ko'rdinglar demoqchi men. Sizlar o'lim yana dushman bilan uchrashishdan ilgari uni orzu qilatdinglar. Mana uni o'z ko'zinglar bilan ko'rdinglar. Endi nimishqa mag'lub bo'lasizlar? Endi ma keyingi oyat shu mo'minlarning mag'lubiyati haqida nozil bo'lgan edi. Ularning mag'lub bo'lganligi. Ular mag'lub bo'lgan chog'da lamma ushi'a anna nabiyya qutila. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'ltirilibdi degan xabar tarqab ketgan chog'da mo'minlarga munofiqlar shunday degan ekan: "In kana qutila farji'u ila dinikum." Agar u Muhammad alayhisalom o'ltirilgan bo'lsa, siz diningizga qaytib ketinglar deb shunday degan edi. Shu undaq ahvol ostida oyat nozil bo'lgan edi. Va ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Yine Muhammed Aleyhisselam o fakat bir peygamberdir. Onundan burun köp peygamberler öttü. Ularning ba'zilari o'z ajali bilan o'lgan, ba'zilari boshqalar tarafidan o'ldirilgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, orqanglarga yenib olamsizlar. Ya'ni iymondan yenib murtad bo'lamsizlar. Kimki orqasiga yenib oldi ekan, ya'ni murtad bo'lib ketadi ekan, u Allohga qilcha ziyon yetkazilmaydi. Alloh shukr qiluvchilarni mukofotlaydi. Yine aqabikum degan raja'tum ilal kufri. Yine kafirlikqa qaytib ketamizlar. Agar Muhammad alayhisalom vafot bo'lsa yoki o'ldirilgan bo'lsa, xuddi ilgirki ba'zi payg'ambarlarga o'xshash, işte o'ldirilgan bo'lsa, sizlar dininglarni yenib olamsizlar. Oxirgi jumla mahallul istifhomil inkari. İnkari istifhomning o'rnida deydi. Endi bunday qilsanglar bo'lmaydi deb inkor qilishib yani. Yine ma kana ma'budun fatarji'u. Ve men yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a. Kimiki orqasiga yenib oldi ekan, u Allohga hech narsani, hech qanday ziyon yetkazolmaydi. Ya'ni faqatla o'ziga zarar yetkazdi. Va sayajzillahu shakirin. Alloh taolo shukr qiluvchilarni, o'zining ne'matiga shukr qiluvchilarni iymonda mustahkam turishi bilan mukofotlaydi demoqchi ekan. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. Her qanday bir can üçün her qanday bir canның ölüp ketişi bolmaydı fakat Allah'ın izni bilen. Allah'ın kazası bilen ölüdü. Bu pütüvütülgen bir eceldir. Kitaben degan Allah Teala aşın yazıp etdi.
muajjalan degan muaqqatan. Vaqt to'xtatib shuni yozib o'tgan. U ilgirimi qilinmaydi, kechiktirilmaydi. Har bir odamning o'ldigan vaqti Allohning dargohida kutib o'tilgan. Shu qo'rqinchoqlik insonning umrini uzaytirmaydi, botirlik insonning umrini qisqartirib o'tmaydi demoqchi. Shuning uchun nima ish qilsizlar, mag'lub bo'lsizlar. Val hazima la tadfa'ul mauta. Bu mag'lubiyat o'limni daf'a qila olmaydi. Mustahkam turish u hayotni uzaytirmaydi, hayotni uzib o'tmaydi. İnsanın ömrünü qisqartib o'tmaydi. Faqatla shu Allohning taqdir qilgan bo'lgan gap. Va man yurid kimiki irod qilsa o'zining amali bilan dunyoning savobini, ya'ni dunyodala mukofot olishni maqsad qilib qolsa, nu'tihi minha. Uningga shu dunyodagi nasibasini beramiz. Yani uning uchun taqsim qilingan narsani beramiz. Oxiratda uning uchun hech qanday o'lish nasib yo'qdir. Va man yurid savobal axirah. Kimiki oxiratning savobini iroda qilsa, uningga shu oxiratning savobidan beramiz. Va sanatzi shakirin. Shukr qiluvchilarni mukofotlaymiz deydi Alloh taolo. Yani kimki oxiratning savobini ko'zlasa, uningga oxiratning savobini beramiz. Shukr qiluvchilarni mukofotlaymiz deydi. Shuni duo qilgan vaqtimizda Payg'ambar alayhisalom bizga o'rgatgandek, Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azoban nar. Nima shuni duo qilishimiz kerak ekan. Dunyo va oxiratning butun yaxshiliklarini Allohdan so'rayman deb shuni duo qilamiz. Alloh taolo hammaning dunyo va oxiratning yaxshiliklarini ato qilsin. Alloh hammaning manfaati ilm ato qilsin. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.